Assalomu alaykum hammaga. Ismim Jamoliddin Yazdonov. SATdan 1600 ball sohibiman va SAT ingliz qismida 2 marta maksimum 800 ball olganman. Oktyabr 4-chidagi skorim 1560, ya'ni 770 ga 790 chiqqan. Siz ishlatgan qanaqa texnika bor? Sizda boshqa o'quvchilarni special qilib turadi, sizda shunaqa top skor qilib turadi. Ya'ni gruppangizga eng baland natijani so'ygansiz. Ochiq aytsam 1470. Juda xursand bo'lganman. Men o'sha joyda SATni bo'ldi tugatdim deb o'ylaganman-da. Hozir SATda, masalan, IELTS oldi 6.5 olgan o'quvchiga, endi SATni boshlab turmoqchi o'quvchiga siz nima maslahat berardingiz? Imtihon kutganimdan ko'ra sal qiyinroq bo'ldi. O'zi sentyabr imtihoniga expectation 1500 dan baland edi. O'sha gruppam 1500 plus garantiya gruppa edi. Ikkalasidan bittasida test osonroq bo'lishi kerak edi. Test ya'ni o'sha xohlagan skoringizni oladigan skor bo'lishi kerak edi. Bir yilcha vaqtni agar SATga bag'ishlaganimda, IELTS ham, SAT ham bir vaqtda olgan bo'lardim. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Jamoliddin Yazdonov. SATdan 1600 ball sohibiman va SAT ingliz qismida 2 marta maksimum 800 ball olganman. Bugun sizlar bilan SAT makonidagi offlayndagi oktyabr examda eng yuqori natija qo'lga kiritgan Abdulloh ismli o'quvchimiz bilan gaplashamiz. Abdulloh, o'zingizni tanishtiring. Xushxabar. Ismim Abdulloh Achilov. Yoshim 17 da. SAT makonida 3 oy atrofida ta'lim oldim. Maktab tugatganman, Sodiq schoolda o'qiganman. Hozirda qaysidir sabablarga ko'ra gap yerdaman. O'sha aynan test skorlarimizni ko'tarishimiz uchun va yaxshiroq universitetlarga topshirish uchun SAT o'qib tayyorlanib yuramiz. Gap yerda hozir. Abdulloh bizda birinchi guruhimizda gruppamizda o'qishgan. Qaysi sentyabrda exam topshirgan? Siz sentyabrda exam topshirgandingiz. U vaqt skoringiz Sentyabrdagi skorim 1480 chiqqan, 690 ga 790 chiqqan o'shanda. Hozirgi oktyabrdagisi esa Hozirgi oktyabr 4-chidagi skorim 1560, ya'ni 770 ga 790 chiqqan. It's like very incredible score. 770-790 bu juda ham baland. Shu skorni olish uchun nima qildingiz? Qanday erishdingiz? O'zi Qanday possible bu o'zi? endi 1600 ham possible. O'zingiz 2 marta olgansiz, 800 dan 800, matematikadan 800 olgansiz. O'zi unaqa impossible narsani o'zi yo'q. Hamma narsaga harakat qilib erishsa, hamma narsaning iloji bor. O'zi meni SAT journeyim deyarli 1 yil bo'lib qoldi o'sha boshlaganimga. Dekabrda boshlagan edim, 2024 dekabr. Esimda birinchi marta test topshirganman 7-dekabr kuni. Unga tayyorgarlik 1 haftacha oldin boshlangan. IELTS topshirildi, 1 oycha oldin IELTS topshirildi. Keyin ozgina o'sha perif. Keyin 1 hafta oldin dekabr imtihoniga tayyorgarlik ko'rishni boshladim. Bu ham o'zi ustozimning suggestionlari bilan, takliflari bilan kirib chiqing, просто atmosferani ko'ring, o'rganing, keyingi safar yaxshiroq skor topshirasiz. Hozir unaqa katta expectation qo'ymang. Просто kirib chiqing, experience uchun dedilar. Hozir dekabrda skorim 1180 bo'lgan, 650 mezda va 530 Englishda bo'lgan. Unaqa expectation'ni high qo'ymaganmiz, shuning uchun просто kirib chiqaman experience uchun. Keyin уже boshlandi bu yoqdan SAT journey, tayyorgarlik ko'rish, consistently dars o'qish, hattoki o'sha dekabrdan keyin o'qish boshlab tayyorgarlik ko'rish boshlaganimda maktab darslari bor, o'zi oddiy. O'shalardan ham hattoki ozod qilib berishdi maktabdagilar, Sodiq schooldagilar. Ularga katta rahmat aytaman buning uchun. O'shalardan ozod qilib, hattoki biz o'sha SATga tayyorgarlik ko'rish boshladik ustozlarimiz, matematika, angliskiy hammasi bir vaqtda davom etdi. Keyin mart imtihoniga kirdim. Mart imtihonida hammaning xabari bor, juda ham muammoli test tushgan. O'sha college boardga bog'liq bo'lgan muammolar bo'ldi. Bizda unaqa muammo bo'lgani yo'q, lekin test nisbatan qiyinroq tushgan. Men kutmagan darajada qiyin tushgan. Keyin o'shanda kirdim, imtihondan juda ham disappointed bo'lib chiqdim. O'shanda skorim 1250 chiqqan. Bu yoqda 2-3 oy qattiq o'qib tayyorgarlik ko'rib, men o'zi 1400 yoki 1350 plusga 100% uверен bo'lib kirganman. Blue-bookda SAT o'sha mock ishlaganimda ham 1350 pastdan chiqqan, consistently 1300 plus. Keyin o'sha 1250 chiqqandan keyin disappoint bo'ldi. Ozgina vaqt ketgan, recovery qilishga, refresh qilishga, keyin yana boshlaganmiz. Tayyorgarlik, keyin June imtihon. June imtihongacha yana o'sha bir xil cycleda davom etgan o'qishlar. SAT, angliskiy, math hammasi. June imtihonda yana o'sha bir xil cycleda davom etib, consistently hard work qilib, qaysidir darajada June imtihonida kutganimdan balandroq skor chiqqan. 1470. O'shanda men imtihonga kirib chiqdim. Imtihondan chiqqandan keyin kayfiyatim yaxshi.
ya'ni o'sha imtihondan chiqqandan keyin sразу biladi odam qanaqa skor olishini. 1400 dan oshishiga qanaqadir ishonch bor odamning ichida. Keyin shu примерно expected score'im 1430 da bo'lsa kerak, 1420 atrofida bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Keyin imtihon javoblari chiqdi. 14 kundan keyin ochib qarasam 1470. Juda xursand bo'lganman. Men o'sha joyda SAT ni bo'ldi tugatdim deb o'ylaganman-da. SAT boshqa topshirmasam kerak deb o'ylaganman. Keyin qaradik. Amerikadagi top universitetlarga application o'tib ketgan. High school davomida o'tkazib olganmiz o'sha sertifikatga tayyorgarlik qilib. Ras 1470 chiqqandan keyin odam qanaqadir o'zida ishonch paydo bo'lish boshladi. Sen o'sha harakat qilib ko'rsang balki bundan ham balandroq olib top universitetiga topshirarsan, shuncha qilgan mehnating bekorga ketmas degan motivatsiya bo'lib, xullas keyin yana SAT o'qishga qaror qildim. Ozgina pererif. Keyin o'zi maktab atmosferasidan chiqdik, maktab tugatdik. Keyin dars qilish uchun men o'zi SAT'da ham SAT journey davomida muhim faktorlardan bittasi tayyorgarlik ko'rishdi. Qanaqadir team bilan birga dars qilsangiz yoki bo'lmasam birga interaction qilib o'sha savollarni birga ko'rib chiqsangiz, o'sish yaxshi. To'g'ri, menda specifically menda shunaqa team interaction bo'lsa yaxshi. O'sha uchun bizga yana o'sha SAT atmosferasini yaratadigan, постоянно kelib o'qiydigan joy kerak bo'lgan. Keyin Jasurbek do'stimiz tavsiya qildilar SAT makonni. O'sha yerda yaxshi o'qituvchilar bor, ya'ni imkoniyat beradi senga o'sha atmosferani yaratib beradi dedilar. Keyin keldik, gaplashdik, kurslarga yozildik. Avgustni adashmasam o'rtalarida 15-16 avgustda o'sha SAT communityga kirdim, qo'shildim. Maqsad sentyabr imtihonida o'sha sentyabr 1500+ guaranteed group bor edi. O'shanga registratsiya qilindim. Ya'ni o'sha kursga yozildim. Keyin o'qishni boshladik o'zingiz bilan. Keyin yana mezdan Hasan aka bizga dars o'tish boshladilar. Sentyabr imtihoni bo'ldi. O'sha 30 kun, 20 kun davomida постоянный hard work, consistently ishlash, analiz, practice hammasi bo'ldi. Keyin imtihonga kirdik. 2 haftadan keyin javob chiqdi. Imtihon kutganimdan ko'ra sal qiyinroq bo'ldi. O'zi sentyabr imtihoniga expectation 1500 dan baland edi. O'sha gruppam 1500+ garantiya turibdi edi. Imtihonga kirdim, ozgina qiyin bo'ldi, lekin chiqqanimda ham o'sha salgina qo'rquv bo'ldi. 1470 dan pastroq chiqib qolsa nima bo'ladi degan qo'rquv bo'ldi-da. Keyin bilishlaringizcha, oktyabr imtihoni bilan sentyabr imtihonining javobi chiqadi, lekin javobini ko'rmasdan turib registratsiya qilish kerak. Chunki oktyabrga deadline tugab qolishi mumkin registratsiya. Keyin o'sha ustozlarning strategiyasi bilan, maslahatlari bilan, ya'ni siz, Hasan aka maslahat berishdi. Oktyabrga ham registratsiya qilib oling. O'zi boshidan shunaqa strategiya bor edi. Yo sentyabrga qilamiz, oktyabrga qilamiz. Ikkalasidan bittasida 100% xohlagan skoringlar chiqadi degan predictionimiz bor edi. O'zi SAT'ni college boardda qanaqa deb olib boradigan siyosatiga qaraganda. Keyin oktyabrga siz qoldim. Mana bu siyosatga kelsak, biz o'sha garantiya guruh ochganmiz. U yerda o'zimizda eng yoqtirgan, eng yaxshi o'quvchilarni saralaganmiz biz. O gruppada, ya'ni Abdulloh tushgan community, o'sha garantiya bir community hozirgi kungacha SAT makondagi eng zo'r o'quvchi hisoblanadi. Bitta gruppada masalan, undan oldingi testda plus minus 6 ta 700+, uni hozirgi yangi testda, oktyabr testda 7 ta 740+ natija chiqqan. Ya'ni ular juda ham kuchli gruppa, juda ham kuchli o'quvchilar, community juda ham kuchli bo'lgan. Biz nima siyosat qilgandik? Biza ikkita test bo'lgan, podrяд ikkita test qo'yilgan, bittasi oralig'i juda ham kam, 20 kuncha oralig'ida, ya'ni sentyabr bilan oktyabr test va ikkalasidan bittasida test osonroq bo'lishi kerak edi. Test ya'ni o'z xohlagan skoringizni oladigan skor bo'lishi kerak edi. Ya'ni o'quvchilar sразу sentyabr ham oktyabrga registratsiya qilishdi. Afsuski sentyabr ancha qiyin bo'ldi. Ya'ni sentyabrda o'zim ham kirib chiqdim. U yerdagi savollar, tushgan savollar qiyinlik darajasi oddiy testlardan ko'ra, har doimgi testlardan ko'ra sal qiyinroq edi. Chunki avgust menimcha sal osonroq bo'lganligi, sentyabr sal qiyinroq bo'ldi. Oktyabr bizda bu prediction borda, osonroq bo'lishi kerak ozroq. Ya'ni oktyabr xohlagan skorimizni olishimiz mumkin. Men prediction bordi va shunday qilib, bular gruppada hamma o'sha xohlagan skorga erishdi deb o'ylayman. Siz ham Garvard, Oxford, Stanford kabi top universitetlarga grant yutishingiz uchun SAT sertifikati kerak. SAT ni esa eng yuqori natijani qo'lga kiritgan ustozlar va eng qulay lokatsiyalarda, ya'ni SAT makonda o'rganishingiz mumkin. Agarda siz ham shunday yuqori natijalarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga bog'laning. Abdulloh, endi kelsak, masalan, siz ishlatgan qanaqa texnika bor? Sizda boshqa o'quvchilarni special qilib turadi, sizda shunaqa top skor qilib turadi. Ya'ni gruppangizdagi eng baland natijani olgansiz. Unaqa bitta texnikani aytib bo'lmaydi. Chunki SAT degani bu aslida SAT testi bu maktab Amerikaning o'sha maktab programmasini tugatgandan keyin high schoolda topshiradigan test.
bilishimiz bo'yicha. O'sha narsa unda misol uchun fizikani o'qigan bo'lish kerak, chemistryni o'qigan, biologiyani o'qigan bo'lish kerak. Ya'ni topiklar ham, SATdagi savollar ham o'sha topiklarga, o'sha chemistry, biology, scientific topiklarga related bo'lgan. Ya'ni kim o'sha background knowledge bo'lsa, SATni tackle qilish, prosta yaxshiroq skor olib chiqish nisbatan osonroq bo'ladi. Xo'p, bizda qanaqa texnika bo'ldi? Qanaqa faktorlar bo'ldi deylik, yaxshi skor olishimizga? Ko'p har xil topikdagi, har xil janrdagi kitob o'qish va artikl o'qish. Asosiy sabablardan bittasi mana shu deb o'ylayman. Chunki siz background knowledge oshirib borasiz. Biologiyada misol uchun plantlar haqida qanaqadir mavzuni bilsangiz, uni sintez qanaqa bo'ladi, quyosh nurini oladi, qaysi bariy oladi misol uchun, yoki bo'lmasam o'sha oksigen qanaqa aylanadi, uni misol uchun background knowledge bo'lgan odam prosta ingliz tilida o'qib, oddiy tushunadi-da. Misol uchun keyin qanaqadir logical completion kerak bo'lsa, logical completion qanaqa? Bu ham faktlarga asoslangan bo'ladi. To'g'ri? Prosta yo'q narsani yozib qo'ymaydi. Ular ham faktlarga asoslangan bo'ladi. Mana bu background knowledge bo'lgan odam boshdagi nimani aytmoqchi bo'lganligini tushunib qo'yadi. Ya'ni background knowledge bizga logical completion yoki bo'lmasam o'zimiz o'ylab turib interpret qilib chiqarishimiz kerak bo'lgan javoblarni yechishimiz uchun oson qiladi. To'g'ri, savollarni yechishimiz uchun oson qiladi. Men ham o'sha ko'p artikl o'qiganman. Political sferada yoki bo'lmasam o'sha biology, chemistry sferada ko'p artikl o'qidik. Menimcha shu sabab bo'ladi deb o'ylayman. Men bilishim bo'yicha siz gruppadagi eng ko'p full mock testing o'quvchilardan birisiz. Ya'ni o'sha Blue Book Plus veb-saytida test qilmay qoldi-da, tugab qoldi. Testda yangi test topish kerak bo'lib qoldi. Ya'ni ana shu ko'p praktik test ishlash bo'yicha nima deysiz? O'zi men SATni ikkita qismga bo'laman o'zim uchun. 1450 gacha bo'lgan qismi bu polniy comprehension, o'sha general English yordam beradi sizga. O'zi bu yog'i praktik orqasidan keladi. 1450 dan keyin o'sha polniy praktik qilmasangiz foydasi yo'q olimimiz. Bizda nima bo'ldi? 1470 o'zi South School'dagi o'quvchilar, to'g'ri, o'qituvchilar bilan olgan natijam. Unda biz qanaqa so'rovlarni ishlatdik? Biz SAT Suite Bankda ishlatdik. O'sha tushgan testlarni analiz qildik. Keyin, ya'ni o'sha readingga ko'proq fokuslashadik. Bu yoqqa kelganimdan keyin, SAT makoniga kelganimdan keyin biz polniy praktik qildik. Biz faqat savol ko'rdik, analiz qildik. Bir oy bo'lsa, bir oy davomida ham ozgina o'sha yangi mavzular o'tilgan joyi bo'ldi, lekin men o'sha specifically hamma savol turlarini tugatib chiqqanim sababidan har kuni praktik qilishga qanot qildim. To'g'ri, har kun praktik qildim. Bitta savolga misol uchun yarim soatlab o'tirgan vaqtim ham bo'ldi. Birga yarim soat o'tirgan vaqtlarimiz ham bo'lgan, shu savol bo'lgan, qiyinlik darajasi shunaqa. Hozir unaqa vaqtda eslasam, juda ham o'sha vaqtdagi tushuncham qanaqa bo'lgan, juda ham produktiv o'tib ketyapti vaqtim deb o'ylaganman. Lekin aslida o'sha ham qaysidir ma'noda bizga yordam bergan. balans ko'rishga. Balans ko'rishga. O'sha bitta savol ustida zatsiklivit setup deydi-ku ruslar. O'tirib, logikani tushunib, uni orqasidan qanaqadir background knowledge olganimiz bizga katta foyda berdi. Hozir SATda, masalan, IELTS oldi 6.5 ta olgan o'quvchiga, endi SATni boshlab turmoqchi bo'lgan o'quvchiga siz nima maslahat berardingiz? IELTS 7 bor dedingiz, 6.5 bor dedingiz. SATni endi boshlayapti dedingiz. O'zi to'g'risi, men qanchalik darajada xato qilgan bilmadim-ku. O'zimni xato qilgan sanayman. Endi juda ham xato emas-u, qaysidir ma'noda produktivniroq harakat qilib boshlashim mumkin edi. Birinchi SATni o'qigan vaqtim. To'g'ri, birinchi SATni o'qishni boshlasam, ki IELTS muammo emas ekan, hozir o'ylab qarasam. IELTSga juda ham ko'p vaqtim ketib qolgan, 1 yilcha vaqtim ketib qolganga ham. O'sha 1 yilcha vaqtni agar SATga bag'ishlaganimda, IELTS ham, SAT ham bir vaqtda olgan bo'lardim. Yangi boshlayotgan o'sha IELTS 7 bo'lgan o'quvchilarga maslahatim prosta boshlash kerak. Prosta consistencyni ushlab berish kerak. Disiplina ushlab berish kerak. SAT it's not about your English score. I mean, 1400 dan keyin, 1450 dan keyin it's not about English. It's about consistency and discipline. Ya'ni o'sha bu yoqda o'sha logika va disiplinaga ko'proq tayinadi. Agar masalan o'quvchilar bo'lsa, hozir shunaqa pointda turibdi, masalan intermediate yoki upper intermediate bo'lgan, hozir IELTS boshlash kerak yoki SAT boshlash kerak. Buni holatda nima maslahat berardingiz? Agar men bo'lganimda hozirgi tushuncham bilan IELTS yoki SATni boshlash arafasida tursam, SATni tanlagan bo'lardim. Chunki SAT o'zi IELTS ham, SAT ham aslida ingliz tilida, general English. U ikkalasi ham ingliz tili, hech qanaqa umumiy olib qarasak hech qanaqa farqi yo'q. IELTS ham ingliz tili, SAT ham ingliz tili.
yo'q, matematikasi ham bor-u, aynan o'sha ingliz tilisi nisbatan qiyinroq IELTSga. O'shanda biz qiyinrog'ini boshlasak, qiyinrog'iga tayyorgarlik ko'rsak, osonrog'i o'zidan o'zi kelaveradi. Menda prinsip shunaqa, logika shu. Bugungi podkastimizda Abdulloh kanalidan 1560 gacha bo'lgan hikoyasi haqida gaplashdik. Agar sizda ham SAT bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa, izohli yozib qoldiring va bundan keyingi podkastdan ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.